Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga bitta trade yo'li haqida ma'lumot beraman. Bitta gruppa topdim. Panfanda token chiqarishadi o'zlari. O'zlarini ko'pala kashlog'lari bor. Ularga oldindan solana tashlab qo'ygan. Tokenni chiqaradigan kashlog esa yangi ochishadi va markaziy birjalardan KuCoin yoki masalan Binance'dan pul tashlab o'sha token o'sha kashlog tokenni bosadi, ya'ni chiqaradi. Chiqargandan keyin o'sha o'zining kashloglari bilan birga savdo qila boshlaydi. Bu juda ham xavfli, shuni aytib o'tay oldindan. Chunki ba'zilarini yurg'izishi mumkin, ba'zilarini riskli pul qilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlaringiz kerak bo'ladi. Mana gruppani ko'ryapsizlar, chiqargan tokenlari ko'rishingiz mumkin. Bir necha oydan beri davom etib keladi. Endi tokenlarga qaraydigan bo'lsak, ko'rsatay sizlarga ham. Mantig'i shunaqa ishlaydi. Masalan, o'sha tokenni bosgan kashlog bilasizlar, Panfanda общий 1 milliard dona token ishlab chiqariladi va o'sha tokenni chiqargan kashlog birinchi navbatda 600-700 million donasini o'zi sotib oladi. Ya'ni o'rtacha bir 50 solana, 55-52 solanaga sotib oladi va sotib olgan zahoti market cap narxi birdaniga 40 ming, o'rtacha market cap 30 va 40-50 atrofida bo'lib qoladi va sota boshlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Faqatgina mana bu oralikda ko'ryapsiz, 40-50 atrofida sota boshlaydi to tugatguncha. Tugatgandan keyin qaror qilishadi. Ba'zan mana Panfanda, chunki mana bu yerda hozir Panfanda bo'ladi, 40-50 ming atrofida Panfanda bo'ladi. Ba'zan Panfanda o'zida rak pul qilishi mumkin. Ba'zan esa o'sha Raydiumga chiqarish uchun yana ham xarid qilib Raydiumga chiqarishadi, ya'ni Dexcoin'ga chiqarishadi, Dexcoin'ga. Shu tariqa mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bola bu nima uchun buncha vaqt o'tkazgan? Chunki o'sha qo'ldagi 600-700 million donani sotish kerak bo'ladi. Chunki o'sha 600-700 million dona bilan Raydiumga, ya'ni Dexcoin'ga chiqsa, odamlar qo'rqib olmasligi mumkin. Lekin Panfandagilar bilasizlar riskovat qiladi. Shuning uchun Panfanda o'zi sotishga harakat qilishadi bular. O'zini kashloglarini mana bu yerda trader qismiga kelsangiz, bu GMGN, ya'ni juda ham yaxshi bir sahifa. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, qizil bilan ishoratlangan qismlar hammasi o'zining kashloglari. Qoralar esa sizga, bizga o'xshagan traderlar. Asosan bular o'shanaqa qanday tushuntirsam bo'ladi? Ya'ni o'sha o'zini kashloglari bilan, gruppadagilari bilan oldi-sotdi qilib, xuddi boshqa bir kishilar olayotgandek ko'rsatib, kashlogni tokenni yuqoriga tashishga harakat qiladi. Endi aytganimdek, xohlasangiz mana bu o'z riskingizni olib 30 ming 40 ming atrofida olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Raydiumga chiqqandan keyin 90 ming 100 ming atrofida ham olishingiz mumkin. Albatta Trojan bot ishlatishni tavsiya qilaman. Stop loss videom ham bor. Xohlasangiz o'sha stop loss orqali stop lossingizni ko'tarib borishingiz ham mumkin. Ko'tarilgan sari. Chunki risk sразу tushib ketish ehtimoli bor va bot ishlatmasangiz tez sota olmaysiz. Endi davom etadigan bo'lsak, ba'zan mana shu bitta nom bilan 2-3 marta chiqarishi mumkin. Masalan, birinchisini yurg'izmasa, ikkinchisi, uchinchisini yurg'izishi mumkin. Oddiy misol, mana qarang, Ray buni 190 mingdan pastga tushirib yuborgan, ya'ni rak pul qilishgan. Ikkinchi marta chiqarish ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisini 2,5 milliongacha olib borishgan. Albatta yo'lda necha martaba qo'rqitishgan, ko'ryapsiz. Shuning uchun iloj boricha masalan mayda sotib borish kerak bo'ladi. Chunki aytib bo'lmaydi. Ba'zan bu taraf mana bu, ya'ni 1 milliondan ham yoki 700 mingdan ham tashib ketishi mumkin. Lekin aytganimdek faraz qiling, ya'ni 40 ming 50 ming market capni olsangiz va 2,5 milliongacha tashib borsangiz yoki 2 milliongacha juda necha barobar bo'ladi, juda ham katta daromad olgan bo'lasiz. Ko'rib turganingizdek bir xil ism bilan chiqarishgan. Birinchi martasiga 90 mingdan tushib ketgan, ikkinchi martasiga 2,5 milliongacha olib borishgan. Davom etamiz.
Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, yana bitta yangi token chiqarishgan. Buni 700 minggacha olib kelishgan. Bu ham ayni mantiq, bir xil. Ko'rganingizdek, masalan, chiqarishadi. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Ko'rganingizdek, bu ham ayni mantiq. Birinchi chiqarib 40 ming, 50 mingda to tugaguncha sotishadi. Ya'ni bu shu degani vaqtingiz bo'ladi. Ko'rish uchun, topish uchun vaqtingiz bo'ladi. Agar iloji bo'lsa olish uchun, undan keyin yo tashlab ketishi mumkin aytganimda, yoki davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Yangi token bu ham 7 kun oldin chiqarilgan. Buni ham ko'rganingizdek, buni darajada 4,5 milliongacha mana qarang, olib kelishgan. Ya'ni bu shu degani, agarda siz riskovat qilib 45 mingda olsangiz va hech sotmasangiz 4,5 milliongacha kelgan, bu degani 100 barobar o'sgan degani. Masalan, siz riskovat qilib $10 tashlasangiz, bu $1000 bo'ladi degani. Ya'ni juda ham katta daromad, foyda. Davom etamiz. Undan keyin yana bitta token chiqarishgan. Kunlik bular o'rtacha bitta va ikkita chiqarishadi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu Panfund o'zida ko'rib turganingizdek tashlab ketgan. Bunaqa risklari ham bor. Mana bu yerda tugatgandan keyin darrov tashlab ketgan. Rag pul bo'lgan ya'ni. Davom etamiz. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu yangi PixMix degan, buni ham 6 kun oldin chiqarishgan. Buni ko'rganingizdek, bu yerda Panfundda sotib bo'lgandan keyin Raydumga chiqarishgan. Bu 70 ming o'sha Raydumda degani, Dexskinnerda degani. Lekin ana shu yerda o'zidan ko'tarilmagan, ya'ni tushib ketgan. Tushib ketgan, oxiri 90 mingdan tushib ketgan. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Qarang, buni bo'lmagani uchun boshqatdan mana yangi ism, ya'ni o'sha ism bilan ikkinchi marotaba chiqarishgan o'sha kunning o'ziga. Buni 173 gacha olib borishgan. Bu ham ayni mantiq, ko'rib turganingizdek, hammasida bir xil ishlaydi. Ya'ni mana bu yerda qarang, ancha vaqtingiz bo'ladi. 40 ming atrofida tugatadi tokenini, keyin chiqara boshlaydi. O'sha kunning o'ziga 3-marta chiqarishgan. 3-chi chiqarganini qarang, buni 300 gacha, ya'ni 300 minggacha olib borishgan. Lekin yo'lda aytganimdek, mana bu yerlarda ba'zan tushib ketishi mumkin. Ko'p kishi mana bu yerlarga sotadi, o'zi tushib ketdi, quladi deb. Lekin mana bu yerdan yana qayta 300 minggacha olib borishgan. Bu yerda psixologiya juda ham qattiq rol o'ynaydi. Shuning uchun iloji bo'lsa kamroq pul bilan tiksangiz, ketsa ham ketsin deb ko'p nima bo'lmaysiz. Nima deydi? Psixologiyangiz buzilmaydi. 3-marta chiqarishgan bir kunning o'ziga. Endi yangi token chiqarishgan ertasi kuni, ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda o'sha davom etgandan keyin, o'sha tokenlar tugagandan keyin o'sha yerda o'zida Panfund o'zida qulagan. Bunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni tikkan pulingiz tamom hammasi ketishi mumkin. Davom etamiz. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham yana 2 kun oldin chiqarishgan. Yana bir narsa, mana bu GMGN degan bu saytda ham aslida Twitterlariga yoki masalan saytlariga ham ulashsangiz bo'ladi. Bossangiz ustiga Twitterlariga olib boradi. Twitterlardan ham kuzatib borishingiz mumkin. Bu albatta hammasi soxta, lekin kuzatmoqchi bo'lsangiz kuzatsangiz bo'ladi. Buni ko'rib turganingizdek Raydumdan chiqargan va 400, ya'ni 400 atrofiga olib kelgan. Agarda siz 40 mingda olsangiz, bu 10 barobar degani. Juda katta foyda bo'ladi. Hammasida mantiq bir xil. Trader qismiga kelsangiz, o'zining gruppadagilarini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mantiq bu, kunda oxirida, ya'ni 1-2 soat ichiga yoki 2-3 soat ichiga, ba'zan bir necha daqiqa ichida bu обязательно rag pul bo'ladi. Prostaki siz o'sha vaqtida kirib, vaqtida chiqib ketishni bilishingiz kerak. Ya'ni o'shandagina foyda qilsangiz bo'ladi. Lekin hozirgi kunda bilasizlar, bozor holati juda ham yomonlashib ketgan. Panfundda qaribki hozir tokenlar juda qiyin bo'lyapti. Raydumga chiqishi yoki chiqqandan keyin ham o'sishi, masalan, ba'zan bo'ladi 10%, 20%, 30% uchun soatlab, ba'zan kunlab kutasiz, ba'zan aniq emas. Lekin bularda o'zlari gruppa bo'lgani uchun
Kabal deyishadi buni. O'sha o'zlari bitta guruh bo'lgani uchun bularda kuch bor. Ya'ni balki bir kunda işte o'zlarini bir 100 ming, 200 ming dollarlik puli bilan shunaqa bir oborot qilishadi. Shu kuchlari bo'lgani uchun bular bir necha soat yoki bir necha daqiqaning ichida bemalol xohlagandek, xohlasa 400 ming, xohlasa 700 ming, xohlasa 2-3 million dollargacha o'sha tokenini ko'tarishi kuchi bor. Davom etamiz. Mana yana bitta token chiqarishgan. Buni ko'rganingizdek, buni ham 400 ming market capgacha olib kelishgan. Biz har doim aytganimdek 40 ming, 50 ming atrofida olish imkonimiz bo'ladi. Lekin riski shu, tushib ketish ham mumkin aytganimdek. Davom etamiz. Mana bu tokenni qarang, Vanguard degan. Bundan ko'rganingizdek ikkita bosishdi kecha. Birinchisini 139 gacha keldi va tushib ketdi. Ko'rganingizdek. Endi ikkinchi marotaba bosishdi. Ikkinchi marotaba 700 gacha olib kelishdi. Yani 700 gacha olib kelishdi, 700 dan keyin quladi. Shuning uchun iloji boricha, masalan, olgandan keyin iloji boricha mayda sotib borish kerak. Chunki bilmaysiz qachon qulashini. Va kecha eng oxirgi bo'lib Shadow degan bitta tokenni chiqarishdi. Bu juda zo'r o'sdi. Buni hozir sizlarga ko'rsataman. Bu juda zo'r o'sdi. Bu yana 4,5 milliongacha olib borishdi. Ya'ni bu ham agarda siz 45 mingda olsangiz 100x degani. Shuning uchun lekin yo'lda qarang, qanchalar bular psixologiya bilan o'ynaydi. Chiqadi, qulaydiganda ko'rsatadi. Chiqadi, qulaydiganda ko'rsatadi. Hatto mana buni qarang, 3 millionga chiqib 400, ya'ni 500 atrofiga qulab tushdi va 500 dan qayta bular 4,5 milliongacha olib borishdi. Bu yerda aytganimdek psixologiya katta rol o'ynaydi. Bilmaysiz qachon qulashini. Shuning uchun iloji bo'lsa agar olsangiz ham mayda sotib borish kerak bo'ladi. Aytganimdek bular o'zlari chiqarib xohlagandek bularni oldindan bila olmaysiz yoki hali kashf qila olmadik. Balki kelajakda uni ham kashf qilarmiz. O'sha qaysi holatda nechiga bo'lmoqchi bularni bilib bo'lmaydi. Ular adashmasam o'zlarini ekranlari bor. Bular chunki o'zlarini aytganimdek bitta guruhga bular o'sha kuni qancha daromad qilyapti, hozir qancha inson kirdi, chiqdi, ular hammasini menimcha kuzatib boradi. Shuning uchun daromad olguncha davom etishadi ko'tarishga. Yetarlicha daromad olgandan keyin sota boshlaydi. Aytganimdek kichkina iloji bo'lsa pullari bilan riskovat qilib, ya'ni 10 barobar, 20 barobar, 30 barobar, ba'zan duch kelib qolsa aytganingizdek mana 100 barobargacha foyda olish mumkin bo'ladi. Shu haqida xabar bermoqchi edim. Hozir bilasizlar, bozor holati juda yomon. Tokenlar ko'pi 30%, 40% ham o'sishi juda ham topish qiyin bo'lyapti. Shunaqa bir guruh bor. Bu eng yaxshisi, eng insoflisi yani ichida. Chunki ko'pi raydingga chiqqan ko'rdingiz orasida. Boshqa guruhlar ham bor. Ular juda yomon. Ya'ni ko'plari o'sha fan-fanni o'zidan tashlab ketyapti yoki ko'p bo'lsa 100 ming yoki 200 mingga borib qulab ketyapti. Lekin ichlarida eng yaxshi guruh bu. Shuning uchun faqatgina hozircha sizlarga bu guruh haqida ma'lumot bermoqchi bo'ldim. Agarda masalan qanday ishlasak bo'ladi? Bu guruh masalan aytaylikki men topdim deylik. Mana bu atrofida topaman. O'rtacha bilasiz, mana bu yerda 40 ming, 50 ming atrofida vaqtimiz bo'ladi. Sizlarga ogohlantirish uchun buni olib masalan Dex Screener'dan olib tashlayman sizlarga. Sizlar Dex Screener'dan kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Xohlaganlar kirib trade qilsa bo'ladi, xohlamaganlar trade qilmaydi. Lekin aytganimdek hammani javobgarlik o'ziga, hech kimni albatta majburlamayman. Chunki ko'rib turganingizdek bular juda ham xavfli. Shuning uchun kamgina pul, agar xohlaganlar bo'lsa, kamgina pul bilan sinab ko'rishim mumkin. Balki katta daromadlar ham topib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga Dex Screener'dan tashlayman. Dex Screener'da xohlaganlar trade qilmasa ham
kuzatsin. Hatto boshida iloji bo'lsa trade qilmang ham, kuzating. Xuddi trade qilayotganday bo'lib kuzating. Qaradingiz, ko'nikdingiz, o'rgandingiz, keyin trade qila boshlaysiz. O'sha vaqt ichida agar trade qilmoqchi bo'lsangiz, kontrakt adresini Dexscannerdan olib, Trojan orqali savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, foydali bo'ldi bu video. Savollaringiz bo'lsa albatta Telegram kanalimdan so'rang. Keyingi videolarda ko'rishguncha